Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar va kuzatuvchilar. Men Abdurahmonova Mahfuza, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, qurilish va irrigatsiya fakulteti, bino va inshootlar qurilish kafedrasi o'qituvchisiman. Hozir e'tiboringizga qadimgi davrda Surxondaryo vohasida me'morchilikning shakllanishi mavzusidagi ma'ruzamni havola etmoqchiman. Qadimgi davrda Surxondaryo vohasida me'morchilikning, shaharsozlikning paydo bo'lishi bu vohaning tarixiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Surxondaryo vohasi miloddan avvalgi 2000-1000 yillikda qadimgi Baktriya deb nomlanib, qadimgi Baktriya O'rta Osiyo xaritasidan ko'rishimiz mumkinki, Amudaryoning bo'yida joylashgan hudud hisoblanadi. Demak, suvning bo'yida joylashganligi qadimgi Baktriyada aholi manzilgohlarining paydo bo'lishiga yetarli sabab bo'lgan. Chunki ekologik barcha shart-sharoitlar mavjud bo'lgan joylardagina aholi ilk manzilgohlarining paydo bo'lganligi tarixdan barchamizga ma'lumdir. Bunday hududlar Shimoliy Baktriya hududida Asqarov va Abdullayevning xaritalarida keltirilganidek, Shimoliy Baktriyada Abdullayev hamda Asqarovlarning xaritasida keltirganidek, ilk aholi manzilgohlari bu Muzrabot, Sherobod, Murshodi kabi hududlarda paydo bo'la boshlagan. Qadimgi davr me'morchiligiga misol qilib, Sopolitepa manzilgohi, Dashli Uch saroyi hamda Dashli Uch ibodatxonasi hamda Oyxonim kabi yodgorliklarni misol qilib olishimiz mumkin. Sopolitepa manzilgohi 1969-yil arxeolog Albaum tomonidan dastlab o'rganilgan bo'lib, keyinchalik 74-yillarda Asqarov tomonidan yana ilmiy izlanishlar olib borilgan. Bu ilmiy izlanishlar natijasida Sopolitepaning tarixi to'g'ri to'rtburchak shaklda ekanligi, uning maydoni 3 gektardan iborat ekanligi va Sopolitepa manzilgohi bu 3 qator mustahkam devorlar bilan o'rab olinganligi, uning ichida 8 ta mahallaga bo'lingan, to'g'ri burchak ostida kesishgan turar joylardan tashkil topganligi hamda 8 ta darvozasining mavjud bo'lganligi isbotlangan. Bunda bu darvozalar aldamchi darvozalar hisoblanib, asosiy darvoza bu janub tomonda joylashgan darvoza hisoblangan. Qolgan darvozalar bu dushmanlarni o'sha paytda chalg'itish vazifasini bajargan va ichkarida joylashgan 8 ta mahalla mana shu 8 ta darvozaga mas'ul hisoblangan. O'rganishlar natijasida miloddan avvalgi 7-asrlarda xuddi shunday Dashli Uch ibodatxonasi hamda Dashli Uch ibodatxona saroy majmualari ham Sopolitepa manzilgohining tarixiy yechimlaridek ekanligi ko'rinib turibdi va buni o'rgangan o'sha Dodo Avazovich Nozilevning fikrlari bo'yicha ehtimol Sopolitepani qurgan ustalar Dashli Uch ibodatxonasini va ibodatxona saroy majmuasini qurgan bo'lishi ham mumkin degan fikrni bildirib o'tganlar va bular o'sha Sopolitepa arxeolog yodgorligi ustida izlanishlar olib borib, o'zlarining bir qancha takliflarini berib o'tganlar. Keyinchalik suv tanqisligi sabab Sopolitepa manzilgohidagi aholi Jarqo'ton shaharchasiga ko'chib o'tishgan. O'sha paytda Jarqo'ton shahri shahar deyilishi uchun bir nechta atributlarga ega bo'lishi kerak bo'lgan. Bu atributlar Mamat Musayev bo'yicha 14 ta atribut bo'lib, mana shu atributlarning mavjud bo'lgandagina bu hududni shahar deb atash mumkin bo'lgan. Bunga o'sha Shahristonning, arkning mavjud bo'lishi, qabristonlarning mavjud bo'lishi, darvozalarning mavjud bo'lishi, aholi turar joylarining mavjud bo'lishi kabi bir qancha atributlar keltirib o'tilgan. Va Jarqo'tonda aynan mana shu 14 ta atributning barchasi mavjud bo'lganligi uchun bu Jarqo'ton shahri deb atalgan va Sopolitepadan keyin aholi mana shu Jarqo'ton shahrida istiqomat qilishgan. Qadimgi davrda Surxondaryo vohasiga Yunonlarning kirib kelishi ilk o'sha Kampirtepa manzilgohidan boshlangan. Yunonlar dastlab vohani bosib olganliklarida Kampirtepani asosiy markaz qilib olishgan va keyinchalik Kampirtepa ham Amudaryo bo'yida joylashgan bo'lib, keyinchalik hududning kengayganligini chizmalarda ko'rishimiz mumkin. Bunda Ark Shahristondan
xandaq orqali ajratilgan bo'lib, ko'priklar yordamida bog'langan. Keyinchalik Amudaryo bo'yida joylashgan qismi suv sabab yuvib ketilgan va bir qancha olimlar o'zlarining ilmiy izlanishlarini olib borganda Kampirtepada o'sha Faros mayog'ining bo'lganligi va o'sha mayoq bu port shaharlarda ko'proq qo'llanilganligini, chunki Kampirtepa daryoning bo'yida joylashganligi uchun bu port shaharcha vazifasini bajarganligini va unda Yunonlar tomonidan mayoqning kirib kelganligi va Faros mayog'ining mavjud bo'lganligini taxmin qilishgan va o'zlarining taklif loyihalarini berib o'tishgan. Qadimgi davrda Surxondaryo vohasidagi shaharlarda asosan shaharlar ark va shahristondan iborat bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Qadimgi davrga tegishli yana bir manzilgohlardan biri bu Dalvarzintepa manzilgohi hisoblanadi. Pugachenkova bo'yicha o'sha vaqtda Termizda asosiy ikkita markaz mavjud bo'lgan. Bu qadimgi Termiz hamda Dalvarzintepa hisoblangan. Qadimgi davrda Surxondaryo vohasida manzilgohlardan tashqari saroylar arxitekturasi ham yaxshi rivojlangan bo'lib, bunga birgina misol Xolchayon saroyi deb olishimiz mumkin. Xolchayon saroyi Pugachenkova tomonidan o'rganilgan bo'lib, saroy asosiy kirish qismida 6 ta ustundan tashkil topganligi hamda devoriy rasmlarning yaxshi ishlanganligi bilan ajralib turadi. Bunda Yunonlarning arxitekturasining o'zaro ta'siri ostida arxitekturaning shakllanganligi yaqqol ko'rinib turadi. Surxondaryo vohasining xaritasiga qaraydigan bo'lsak, uning yuqori va quyi qismlarida arxeologik hamda arxitektura yodgorliklarining joylashuvi qiyosiy ma'noda berilgan. Ya'ni uning yuqori qismida yodgorliklar 10 tani tashkil etsa, quyi qismida 45 tani tashkil etadi. Bu degani Surxondaryo vohasining quyi qismidagi hududlarda arxeologik hamda arxitektura yodgorliklarining ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Qadimgi davrda Surxondaryo vohasida aholi manzilgohlaridan yana biri bu qadimgi Termiz. Qadimgi Termiz bu Amudaryo bo'yida joylashgan hudud bo'lib, u qal'a devorlari bilan o'rab olingan. Qadimgi davrda voha hududida Fayoztepa, Qoratepa, Chingiztepa kabi yirik buddizm inshootlari, buddistik ibodatxonalar juda ham yaxshi rivojlangan hisoblanadi. O'zi Surxondaryo vohasi qadimdan buddizm dinining keng yoyilgan, yaxshi taraqqiy etgan va diniy ansambllari, diniy inshootlari yaxshi rivojlangan hududlardan hisoblanadi. Bunga yaqqol misol mana shu Fayoztepa, Qoratepa hamda Chingiztepa buddistik monastirlarining mavjud bo'lganligi va bulardan hozirgi kunda Fayoztepa monastirining o'sha rekonstruksiya ishlaridan keyingi ko'rinishi yaqqol misol bo'la oladi. Qoratepa buddizm ibodatxonasi asosan 3 ta tepalikdan iborat bo'lib, bu g'arbiy, sharqiy hamda shimoliy tepalikdan iboratdir. Bugungi kunda bu tepaliklar xuddi shunday tepalik shaklida bo'lib, izlanishlar olib borilganda bularning tarixiy qismlari ochib o'rganilgan va buning hovlisida stupalarning mavjud bo'lganligini va o'choqlarning hamda diniy marosimlar o'tkaziladigan xonalarning mavjud bo'lganligi Qoratepaning monastir ekanligini asoslab bergan. Yana bir buddizm namunasi bo'lib bu Zurmala hisoblanadi. Strelkov uni stupa deb atagan. Zurmala bugungi kunda konservatsiya ishlaridan keyin qad ko'targan bo'lib, Zurmala Pugachenkova o'rganishlarida asosan xom va pishiq g'ishtdan qurilganligi aytib o'tilgan. O'zi stupalarning kirib kelishi bizga qadimgi Hindistondan kirib kelgan bo'lib, bunda o'sha buddizm yetakchisining vafotidan keyin uning hokini, uning shogirdlari bo'lib olishmoqchi bo'lgan hamda bu ishni amalga oshirishda demak uni yoqib va undan qolgan qoqlarni bo'lib olishib, har bir shogirdi o'zining hududiga uni muqaddas
qilib ko'mishgan va uni ustidan bir inshoot qilib barpo etishgan va bu stupa deb nomlangan. Qadimgi davrda Surxondaryoda stupalar arxitekturasi ham mana shunday yaxshi rivojlangan bo'lib, bunday stupalarga demak Qoratepadagi stupani keltirdik, Zo'rmala stupasini keltirdik va yana bitta stupa bu Ayritomdagi stupadir. Bu stupa ham hovli, Ayritomning hovlisida joylashgan hisoblanadi. Bulardan, demak, hovlida joylashgan stupalardan farqli ravishda vohada yagona hovlidan tashqari stupa bu Fayoztepadagi stupa hisoblanadi. Bu monastirning hovlisining tashqarisidagi stupa Fayoztepa arxitekturasining asosiy xususiyatlaridan biridir. Fayoztepa ham yuqoridagilar kabi ayvonli va ustunli qilib ishlangan asosiy 3 qismdan iborat. Bu xo'jalik qismi, diniy inshooti hamda monastir qismidir. Fayoztepa borasida ham o'zimizning o'zbekistonlik olimlar ilmiy ishlar, izlanishlar olib borib, uning qayta tiklash uchun bir qancha takliflarni berishgan. Va bugungi kunda Fayoztepa Surxondaryo vohasida turizmni rivojlantirish maqsadida, turistlarni jalb etish maqsadida rekonstruksiya va konservatsiya ishlari natijasida qad ko'targan yodgorliklardan biri hisoblanadi. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, shunday xulosa qilish mumkinki, qadimgi davrda Surxondaryoda ilk aholi manzilgohlari yaxshi rivojlangan va buning asosiy sababi bu qulay geografik iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda. Va yana iqlim sharoiti ta'sir qilgan jihatlari arxitekturada bu asosan kirish eshiklarining janub tomonga yo'naltirilganligi, arxitekturada ayvonlarning, peshayvonlarning qo'llanilganligi bu iqlimning ta'sir ostida bo'lganligidan dalolat beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.